yangi qurib bitkazilgan Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada joylashgan uyimizni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu uyimiz yaxshi ko'chalardan joylashgan bo'ladi. Uyimiz keng bo'ladi. Ko'chasi keng bo'ladi. Uyimiz ham haqiqatda bag'ri keng bo'ladi deydi-ku. Xuddi o'shanaqa uyimiz bo'ladi. Bu ko'cha qismida ko'rsanglar, ikkita mashina bemalol qo'yib qo'yadigan zonasi va ichkarida bitta mashina qo'yib qo'yadigan zonasi. Yuringlar, endi sizlarga qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Shuni o'tamizda. Mana bu rangi e'tibor bersanglar, jigarrang rang qilib ketilgan. Uncha uylarda ham jigarrang rang ishlatilmaydi. Hozirgi paytda bilsanglar, seriya aralashgan rang bo'lsa, bularda neobычный jigarrang rangi yaxshi ko'radi. Bilsanglar, jigarrang rang yaxshi ko'radigan insonlarga yuborib qo'yinglar. Bu uyimiz aynan sizlar uchun bag'ishlangan uyimiz bo'ladi. Uyimiz ko'rasizmi? 2 uy 2 sotuvdan iborat bo'ladi. Bu yerda bemalol bitta mashina qo'yib qo'yadigan zonasi, mana bu bitta yashil hududli qilingan, rayhonli ekib qo'ysanglar, haqiqatda chiroyli qilib qo'yishgan. Men barbekü zonalariga e'tibor beryapman. Haqiqatda chiroyli qilingan barbekü zonalari ham. Bitta ko'cha uchun sanuzul qilib ketilgan. Endi bu yerda hozir endi ko'ryapsiz fasadlari sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Bu uyimizda uncha ko'chada, uncha joylarda eng qimmat mahsulotlar bo'lsa, hammasi ishlatib ketilgan bo'ladi. Yuringlar, endi sizlarga uy ichini ko'rsatib o'tamiz. Sizlarga bitta ma'lumot aytib o'taman. Shundoq kirganinglarda, o'ng chap tomonimizda, men tomonimda, chap tomonda oshxona va hol tutashib ketilgan. Bu ham bitta yaxshi yechimlardan biri. Men polni ko'ryapsizmi? Poli polskiy bo'ladi. Polskiy pollardan bu ham eng qimmat tarkiblardan biri bo'ladi, o'zingizlar bilasizlar. Va aboylarga kelinglar. Sizlarga bitta men aboyni ko'ryapsizlar. Ko'radigan joyda bu aboyni qarasanglar, boshqa joylarda uncha joylarda uchratmaydigan aboy bo'ladi. Bu toza rossiyskiy aboylardan ishlatib ketilgan, chet davlatdan olib keltirilgan. To'g'risini aytaman, uyimizga uncha joyida qo'yilmagan narsalar qo'yilib ketilgan. Uyimiz haqiqatda stoyishi deb ayta olaman. Bu yerda ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonamiz va podvorga tushib ketadigan zonamiz. Uyimiz 4 qavatdan iborat bo'ladi. Mansarda ham qilib ketilgan. Ko'rdinglar, har bitta tomondan umumli foydalanib ketilgan bo'ladi. Sizlarga endi bu yerda hozirgi zalni ko'rsataman. Bu tomonni tushuncha berib ketaman. Birinchi qavatda общий bu yerda sanuzul qilingan va bu tomonimizda ota-onalar uchun yotoqxona qilib ketilgan. O'zini sanuzullari bilan qilib ketishgan. Bu tomonni ko'ryapsiz. Mana bu tomoni zal qismi bo'ladi. Zal qismini e'tibor beringlar. Mana bu lustralari eng qimmat zamonaviy lustralardan biri qo'yilib ketilgan. Lustrasi to'g'risida mana lustrasi uncha joyidan ko'rmaydigan lustralar bo'lib turibdi, ko'ryapsizmi? Neobычный lustralar bu yerda orqa hovliga chiqib ketadigan zonasi, kichkina bo'lsa ham havo aylanib turadigan sushilniy zona qilib qo'yilgan. Ko'ryapsiz, bu yerda zallari ham bemalol stul qo'yib qo'yib dam olib o'tiradigan zonasi yoki mehmonlarni kutib oladigan zonasi. Endi sizlarga qisqacha ikkinchi qavatini ko'rsatib ketamiz. Uyimiz ikkinchi qavatda bo'ladi. Xonalar joylashtirib ketilgan. Yuringlar, endi o'ng tomondagi xonadan boshlaymiz. O'ng tomondagi xonani ko'ryapsiz, o'zini kichkina bo'lsa ham balkonchasi qilib ketilgan, bolalar uchun yotoqxona qilib qo'yiladigan joylar qilib qo'yilgan. Aboylarga e'tibor bering. Men bu aboyga to'g'risini aytaman, uncha joyda ko'rmadim, hansirab qoldim. Inobatga olmanglar, qaranglar. Menga eng yoqib qo'yapti. Bu aboy haqiqatda chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Remontlari haqiqatda chiroyli qilingan. Bu tomonni ko'rsanglar, bu yerda ham bitta detskiy spalnya qilingan. Mana buni ko'ryapsizmi? Oynalar orqa tomonga qaratilgan. Mana bu lustralariga e'tibor bersanglar, mana bu lustraga haqiqatda chiroyli qilib ketishgan. Mana bu lustraga 5 dan 5 qo'yaman. Yuringlar, endi keyingi xonasiga ko'rib ketamiz. Bu yerda yana bitta detskiy spalnya qilingan. Ko'rsanglar, bu yerda detskiy spalnyamiz, oldi hovliga qaratilgan oynalar qilib ketilgan. Lustralariga e'tibor bersanglar, yani aytaman sizlarga, bu lustralarga har bitta xonasini lustrasiga, aboyiga, xonani tuzilishiga qarasanglar, o'zgacha qilib ketilgan. Uncha joyda ham uchratib turmaydigan dizaynlar ishlatib ketilgan. Avtorskiy dizaynlardan biri bo'ladi. Bu yerda endi ikkinchi qavat uchun общий sanuzul va bu yerda ota-onalar uchun yotoqxona qilib qo'yishgan, o'zini sanuzullari bilan qilingan. Endi xonalarga keladigan bo'lsa, ikkinchi qavatida ko'rsanglar 4 ta spalnya qilingan va bitta ota-onalar uchun yotoqxonasini o'zida sanuzul qilingan va ikkinchi qavatida общий sanuzul qilib ketilgan. Ya'ni 4-qavatda mansardasini aytib o'taman. Mansardasida kinozal qilib qo'yadigan joylar qilingan. Ikkita xona tashab ketilgan. Bemalol o'zingiz foydalanadigan zona qilib qo'yilgan va sushilniy xonasi qilib qo'yilgan. Ko'rdinglar, har bitta joyda umumli foydalanib ketilgan. Narxiga qiziqyapsizmi? Narxi $600,000 deb aytilyapti. To'g'risini aytaman, narxiga stoyishi deb aytaman, chunki avtorskiy proyekt va 4 qavatli imorat bo'lgani uchun. Rahmat hammaga.